Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Denov Jalez Ratex jamoasi navbatdagi fayzli xonadonlarimizga dikey pardalarimizni sinfga qilib bo'ldik. Ko'rasizlar, baho berasizlar va tanlovda adashmaysizlar. Bizlarda birinchi o'rinda sifat turadi. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, parterlarda ko'rinishiga bir baho berasiz va materiallarda sifatiga bir qaraysiz. Eshiklariga ikki yonga ochiladigan qilib, bitta tomondan ochiladigan qilib berganmiz. Bemalol ochgan yopganda hech narsaga chap bermagan holatda juda chiroyli bo'lib turadi va zich holatga keltirganingizda zanjirni tortasiz. Ana shuni zich holatga keladi. Ichkari ham, tashqari ham ko'rinmaydi. Katta zallarga bo'layotgan bo'lsa, pardamizda eni uzun bo'lganligi sababli addenni zanjir qilingan. Bularni bemalol ochib qo'yib, yopib qo'yib foydalansangiz bo'ladi. Bittasi addenni ochiladi va ikkinchisi ham xuddi shunday. Ikki tarafdan bemalol ochilib yopiladi. Buni qulayligi bemalol bir tarafdan ham ochib qo'ysangiz bo'ladi va ikkinchi tomondan ham ochib qo'ysangiz bo'ladi. Mexanizmga nagruzka tushmaganligi sababli pardalarimizda xizmat ko'rsatishi umri uzoqroq bo'ladi. Aytib o'tganimdek, bizlarda birinchi o'rinda sifat. Bemalol bir tomonda ochib yopib foydalanasiz.